Ko'pchilik qorindagi og'riqlarni gastritlar bilan adashtirishadi. Agar o'ng qovurg'a ostidagi kuchli og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilish, og'iz achchiq bo'lishi, qorin dam bo'lishi belgilari bo'lsa, bu o'ttosh kasalligining belgilaridan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Profmed Max klinikasi jarroh shifokori Ravshanov Alisher Ma'murovichman. Bugun sizlar bilan o'ttosh kasalligining kelib chiqishi, belgilari, diagnostikasi va davolash usullari to'g'risida gaplashamiz. O'ttosh kasalligi bu qadimgi zamonlardan beri ma'lum kasalliklar sirasiga kiradi. O'ttosh kasalligi erkaklarga nisbatan ayollarda 5-6 barobar ko'p uchraydi. O'ttosh kasalligida tosh paydo bo'lishining ikki xil nazariyasi bor. Birinchi nazariya bu o't suyuqligining quyuqlash natijasida paydo bo'ladi degan nazariya. Ikkinchisi bu o't qopidagi yallig'lanish, o't qopidagi dimiqish, o't qopini buklanish natijasida toshlar paydo bo'ladi degan nazariya yotadi. O't toshlari bu organik va noorganik toshlardan iborat. Ko'pchilik bemorlar yog'li, qattiq ovqatlarni iste'mol qilganda o'ng qovurg'a ostidagi og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilishi alomatlari bilan namoyon bo'ladi. Kasalligimiz qachon xavfli bo'ladi? Qachonki tosh o't qopining bo'yincha qismiga tiqilib qolganda yoki tosh o't yo'llariga migratsiya bo'lganda, bunda o'tning dimiqishiga, qonda bilirubin ko'tarilishiga va tanaga sariqlik tarqalishiga sabab bo'ladi. Bunga infeksiya qo'shilsa, tana harorati ko'tarilishiga sabab bo'ladi. O'ttosh kasalligining diagnostikasi ikki xil bo'ladi. Bunda instrumental tekshiruv va laborator tekshiruvlarga bo'linadi. Instrumental tekshiruvga ultratovush tekshiruvi, KT va MRT tekshiruvlari kiradi. Laborator tekshiruvlardan biz qondagi bioximik analizlarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. O'ttosh kasalligining davolash turlari ikki turga bo'linadi. Konservativ va operativ davo turlariga bo'linadi. Konservativ davo qachonki kasallik belgilari yengil kechganda yoki operatsiyaga monelik bo'lganda qo'llaniladi. Operativ davo turlari ikki turga bo'linadi. Bu traditsion, ya'ni laparotom kesmalari orqali, ikkinchisi laparoskopik, kichik kesmalar orqali bajariladi. Laparoskopik usul bu hozirgi kunda keng qo'llaniladigan zamonaviy usullardan biri bo'lib, ham odatdagi, ham yoshi katta, ham qo'shimcha kasalliklar, ya'ni yurak, qandli diabeti, semizligi bor bemorlarda operatsiyadan keyin tez tiklanish imkonini beradi. Masalan, 2 kun avval bizga bir bemor murojaat qilib keldi. Bemor yoshlari 80 yoshda, o'zlarining yashash joyida shifoxonada 5 kun davomida konservativ davo muolajalarini olganlar. Operativ davo tavsiya qilishmagan. Ahvollari yaxshilamaganligi sababli yaqinlari tomonidan bizning klinikamizga murojaat qilib kelishdi. Bizning klinikamizda to'liq tekshiruvlarni o'tkazdik va laparoskopik usulni tavsiya qildik. Operatsiyadan keyingi natija biz kutgandan ham a'lo darajada bo'ldi. Bemorga kechadan boshlab ovqatlanishga, turib yurishga ruxsat berdik. Bugun qoniqarli ahvolda uylariga javob berdik. O'zi odatda operatsiyadan keyin bemorlar 2 kun davomida klinikamizga yotishadi va 15-20 kun davomiga uylariga parhez buyuramiz. Shundan so'ng o'zlarini normal hayotga qaytishadi. Agar sizda ham o'ttosh kasalligi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, kechiktirmasdan ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va konsultatsiyaga yoziling. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, biz sizga javob yozamiz.